Halkım sizlarga xudo xolasa zo'r yerda joylashgan Uglovoyda 600 kvadrat joyni ko'rsataman. Bu yerni zo'r taraflari Versal to'yxonadan kelaverishda yangiga chiqib ketadigan katta ko'chada. Bu yerda men restoran sezam bo'ladi. To'yxonasi ham ketadi bu yerni. Bog'chasi ham bo'ladi bu yerda. Men sizni tushuntirdim. Bu yerni usti shivillar bilan, beton bilan bostirilgan, ikki etaja mo'ljallangan. Kattagina, hozir ko'rasizlar xudo xolasa. Hamma imkoniyatni bu yerda etsa bo'ladi. Uglovda joylashgan 600 kvadrat. Sabzorni boshlayman xudo xolasa. Bu yerda chap qo'limizda bir xonamiz bor. Endi bu yerda vajlarimiz bor, hozir paka ko'rsatib bo'lmaydi. Dalonni ko'rdingizlar. Kattagina tip solingan. Mana. Chap qo'limizda kiraverishda bu yerda sanuzuylarimiz. Bu yerda oshxonamiz. Mana. Ayollarimizni ko'nglidagi oshxonadan bu. Yeb-ichib, bir dam olib. Dumzo'r tarafini aytaymi? Menda navbada bo'lisizlar bu yerda. Bir xonasi bor. Xohlasangiz bu yerda ovqat pishirib dam olib tursangiz ham bo'ladi, telefon chiqarib. Xohlasangiz bu yerda o'tirib tursangiz ham bo'ladi. Aynani ochiq qo'yib, shamol kelib turadi. Endi oilaga shondan keyin bu yana chiqib dam olib o'tirmaysizlar. Bu yerda o'tirsangiz ham bo'ladi yana. Astan gul qo'yib, choy ichib, chimishga chaqib, deyandin. Mana yurib turgan mo'jaliz qoladi ichida. Shuning gaplar. Feyzli uyimiz qaranglar. Mashallah. Kommentariya niyat etib, mana metrsinda yozib ketinglar kommentariya xudo xolasa. Podpiska bosib qo'yinglar. Uголокlar ham zo'rlar qo'yilgan. Mebellarimizni ham. Bu yerga giramiz. Bu yerda mana yana bir ana zo'r qurganlar qaranglar. Bu 10 qo'limizdagi xonamiz bu. Birina hajanam hozir namoz o'qidi. Bu yerda dam oladigan xonangiz bu yerda ayna bor. Oq fonda turibdi bu yer. Endi sizlarga xudo xolasa mana ham qaranglar. Shunday qurganlardan zo'r atib. Bu yerda yana bir spalni xonamiz desak ham bo'ladi, zal desak ham bo'ladi, katta olingan. Mana. O'zlaringiz olgandan keyin xudo xolasa, xohlasangiz spalni, xohlasangiz zal atasizlar. Bu yerda mehmon bu yerda bir nechik desam bir. Bu yer kattagina-ku. Yubileyim ketadi, doğgan günü ham. Mana. Buna qaranglar. Bu yerdan suv keladi, tuzib qo'ysangizlar. Endi bana giramiz xudo xolasa. Qaranglar. Oho, zalna qaranglar buni. Bismillah. Ina bu zal. Shuni zalda soladi. Qaranglar, bu yerda doğru xinakar, yubiley ko'p odam sig'adi ekan bu yerda. Tashkillatsangiz ham bo'ladi bu yerda. Nima qaranglar, eng zo'r taraf bir kino bo'ladi-ku ya. Shu kinolarda deydi, muzik qo'yibdi ekanda. Hozir yadim ochmadi o kino. Mana gullarni qo'yib. Bunda fillarimiz yana. Telefona qaranglar, yosh vaqtni eslatib beradi. Mana. Ko'rdingizlarmi? Konditsioner bor, yoqib berasizlar, xohlasangiz bo'zding, yoqib berasizlar, xohlasangiz issi. Mana. Hamma gul qo'yilgan. Yana jo't parchada suyunlar bo'lib turaveradi, suv oqib, tuzib, cho'tkatib. Kaminli pechimiz bor. Nima qaranglar. Shu daraja endi remont etganlar bellarni. Shu daraja o'ylanganlar endi. Kaminli pechni yoqib turib,
Bir de memeleri biçip oturup olmaz şaşıt koy berip durup ha. Birler hem yine karangla. Şu derece zor kurgalla. Hemmemize niyet etsin Xudayım. Mana niyet etsin şunun joylar. Gördüler mi? Endi Xudo xolasa chap qo'lda yana bir zalimiz desek ham bo'ladi. Xohlasangiz spalnasizlar ham bo'ladi bu yerni. Bitta tez osilgan. Yana qaranglar. Gördingizlarmi? Bu yerda model me'morati chaqiradi. Tixarga o'tirmak zo'r-da. Hazratib o'tirasizlar. Necha oylab bo'lsam sig'adi bu yerga. Sizlar endi Xudo xolasa baq tarafini ko'rsataman. Ha, kommentariya niyet ettim bizlar ham yetirsin denglar, niyetlarga yetinglar Xudo xolasa. Podpiska bo'linglar, like bosinglar. Sizlar endi ko'p joylarni chiqarib turaman Xudo xolasa. Endi bu yoqda baq tarafimiz. Bir de gül ekipajda zor bo'ladi. Xolasanızlar bu yerda düzüp o'tirsam bo'ladi yozda. O'zim kattagina joylashgan. İçinde o'tirsanızlar ham hali yozda buzdin, qishda issiq. Kommentariy yozib ketinglar Xudo xolasa. Bizlar ham yetirsin inshaalloh deb. Bunu bahasını egasi bilan kelishasiz. Nomerni pastga qo'yaman. Kimki niyat etgan bo'lsa, niyatini aytirsin Xudoyim. Hammani o'z niyati bo'ladi. Shu niyatini yarasha Alloh taolo beradi u bilaman. Nechalik niyat etsangizlar, yaxshi niyat etsangizlar, shunchalik beradi Xudo taolo. Shuning uchun tena niyat qildim deb yozib ketinglar. Kommentariya, podpiskalar ketdan chiqmasin. Nomerlarni pastga qo'yaman. Jonlari sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Omon bo'linglar. Xalqim